Ona, ana darmayt kiymachi uchrashuvga. Ona agar o'tirib qolgan qiz bo'lsa, sirrazi ketaman. Onam aytgan go'zal qizsizmi? Ha, u ish qilmayaptimi? Onam ham ozgina allaydigan bo'libdilar-da. Muncha kichkinasiz, nechinchi yilsiz? 2007mi? 2007? Hozir 1 minut. Mana bu sizga, ana chupa-chupsiz, ana sosga, ana sutiz vaqtiga iching. Men buni nima qilaman? 2007 bo'lsangiz, bog'chapangizga salom ayting. To'xtang, siz nechinchi yilsiz? 2000? To'xtang. Mana sizga. Endi mening vaqtim o'chirib ketsin. Endi beo'xshadan to qani otaxon? Biz 2000-yilda shunchalik qarib ketdikmi? Ey, kuchukdek orqamdan yuravermay, tur yo'qol. Men sen ketingdan yurganmi, singlim maktabga yetib qo'yishga qo'yib vaqtlamayman. Men birinchini bitirib bo'lgan-ku. Boringlar xayrdor. Akang tupoyda shu. Nima, yaxshilar-ku. Pakana menga targ'ib qilma. Bu da'vat yaxshimisa, shunday kirib men qizimga gilos terish bor, iltimos. O'zi ishing yo'qmi-da? Yo'q, zarur ishim yo'q. Dada, dorini 1 soatlarga olib borsam bo'ladimi? Ozgina ishim chiqib qoldi. Eski kiyimlarni kiyib chiq. Yo'q, eng eski kiyimim shu meni. Bosinglar unda. Onam bilsalar gazing berarlar. Pashol bedam. O'yla. Kimga armon kim uchun muhabbat o'yin ekan, bu yetingning kum yeting bo'lmasa qiyin ekan. Pishirib yeymanmi buning? Gilos ter. Ha, chimang chiqdimi? Bu pishmagan-ku. Chop ish qilgan kez o'tiladi tashi. Tashlayman. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump. Dadang uydami? Ona, rosa mehnatkash ekan-a? Bir tiyin. To'ygacha shunday. To'ydan keyin o'zini uyida ham qilmaydi. Mana. Xo'la, o'zimizni uyda ham tozalatib beringlar. Aka, o'qishga ketaman, pul bering. Nima uchun menga pul berishim kerak? Borini dadam bilan onamdan so'ra. Men sizdan akam deganman. Otalar so'zi, shamini. Ma. Rahmat aka. Marajnim tashab ket. Aka, pul bering. Mozanga pul zavotim bor, pul so'raysan. Dadam bilan onamdan so'ra. Ayni sizniki tabarrukda. Shular, faqat yema. Marojni qani? Shirin ekan-da akajon. Aka, pul bering. Masan milliy bankingmanmi? Nima uchun mendan nima uchun so'raysan? 2 kundan keyin to'yim, ketaman, qaytib pul so'ramayman sizdan. Sani yerga berib qutulmas ekanda odam. Bo'pti, ushla. Ma. Marojni ber. Aka, bilasizku, men koko marojnilarni yaxshi ko'raman. Aka, jiyanizni pampers bilan kashasiga pul bering. Bu singil zotini yerga bermam, qutulib bo'lmas ekanda. Ey, kuchukdek orqamdan yuravermay, tur yo'qol. Men sen ketingdan yurganmi, singlim maktabga yetib qo'yishga qo'yib vaqtlamayman. Men birinchini bitirib bo'lgan-ku. Boringlar xayrdor. Akang tupoyda shu. Nima, yaxshilar-ku. Pakana menga targ'ib qilma. Bu da'vat yaxshimisa, shunday kirib men qizimga gilos terish bor, iltimos. O'zi ishing yo'qmi-da? Yo'q, zarur ishim yo'q. Dada, dorini 1 soatlarga olib borsam bo'ladimi? Ozgina ishim chiqib qoldi. Eski kiyimlarni kiyib chiq. Yo'q, eng eski kiyimim shu meni. Bosinglar unda. Onam bilsalar gazing berarlar. Pashol bedam. O'yla. Kimga armon kim uchun muhabbat o'yin ekan, bu yetingning kum yeting bo'lmasa qiyin ekan. Pishirib yeymanmi buning? Gilos ter. Ha, chimang chiqdimi? Bu pishmagan-ku. Chop ish qilgan kez o'tiladi tashi. Tashlayman. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump on them and I'ma rob them. Some love them, some love them. Woman, I'ma jump. Dadang uydami? Ona, rosa mehnatkash ekan-a? Bir tiyin. To'ygacha shunday. To'ydan keyin o'zini uyida ham qilmaydi. Mana. Xo'la, o'zimizni uyda ham tozalatib beringlar.
Pochchamiz uliga. Nima gap, opa? 5000 kerak bo'lib qoldi. Mayda yo'q, may 50 ming. Ko'ki deydi. Ha? Bechora pochchani qayerdan olsa, mashinasi buzilib qoldi. Yo'q, bular mashinada yuradi, bechora. Biz peshkom merimiz shedri, ma. Apa, hashar bo'l debsan, nima ish qilish kerak? Ukam qara, mana bu devorni polni buzib bayroq qilib ko'tarish kerak. Undan tashqari mana bu polni travetrin qilib, pastini 60 talik so'kil qilish kerak. Tomni yopish kerak, oyna qo'yish kerak. Bo'ldi? Shu hashar deyiladimi? Ha? Mana opa, uchastkang tayyor. Davay. Rahmat ukam. Opangizga pochka kerak. Nechi pochka kerak? Yo'q, buyrak. Oling. Rozi bo'lib bergan pullaringga. Ukani puli, apani puli, apani puli, o'zini puli. Adashdim ukam. Apani puli, erini puli. O'zing tinchmi, opa? Ha, tinch shu ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Ha, bor. Kredit yechib ketibdi-da, opa. Sefdanmi? Uyga mebel kelyotdi. Hatto shuni ko'tarib tepagacha olib chiqish bor. Tamam. Uydagilarni ko'rishga boramiz bugun. Apa, belim og'riyapti, nimagadir bu shuni ko'tara olmayapman, boku, ha? Hech bo'lmasa uygacha tashab qo'y. Ha, bo'ldi, tamam. Oboraydim, benzin yo'qda. O'zi shu ukala to'ygacha opasiga jonini berar ekan. To'ydan keyin faqat xotiniga berar ekan. Avtobusda yetib olaman. O'tdi. Ona quyonni qarang shirinligini. Nasıl shirin, uni qovurib yesang shirin bo'ladi. Nima kayfiyati yo'q? Zerikyapman. Shunday yuragim siqilib ketyapti-da, nimagadir. Men siz kayfiyatingizni ko'taraymi? Hozir. Onajon, sizga gul olib keldim mana. Bir tub qo'ysan-da, bolam. 50 dan oshdim. Menga na gulingni qizig'i bor, na boshqayni qizig'i bor. Onajon, mana siz yaxshi ko'radigan ko'ylak deb olib keldim. Sen kallang ishlamaydimi? Bir g'alati qiliqlar qilyapsan, o'g'lim. Meni yoshimda shu ko'ylaklarga nima qizig'i bor? Bilmadim. Ona sizga koko morojnisidan olib keldim. Issiqqa zo'r ketadi, lekin buning yaxshisi. Ona cho'tkida bu o'zi yoshlikni eslatuvchi tam. Qani? Qaysi birini beray? Oqinimi, shokoladligimi? Ikkovini ham ber. Yaxshiga o'xshayapti. Sizni yana ham xursand qilaymi? Nima yangilik? Pensiyangiz chiqibdi. Voy, rostdanmi? Kredit yechib ketibdi-da. Endi morojni yemasam bo'lmadi. Yuragim kuyib ketdi. Krediting omon bo'lsin-da. Somsani kuydirib qo'ydim. Bu ham qo'raning o'xshaydigan parhezni somsadir balki. Xotin qilib. To'g'ri qil deb aytolmaysanmi shuni? To'g'ri qilsang bo'lmaydimi shuni? Ha, johilki yo'q. Qizimni qo'lda ishlatgan yetmaganda yana qo'ylayapsizmi? Yo'q, kelishini olinglar. Men johilmanmi, xotin qulimanmi? Onajon, sizga tilla. Ye. Meni o'g'lim tillada, ko'rdingizmi xudo? Tug'ilgan payt tillavoy qo'yamiz deganmiz. Lekin otasi turib olgan Temirjon qo'yamiz deb. Mayli, nima bo'lsa ham ko'rdingizmi xudo? Ye? Nima u? Kelinizga 5 mingga bitta alyuminchalik olgandim-da. Hey, bu temir emas. Zanglagan tunuka. 30 yillik onangni 4 kunlik kelinga almashtirdingmi, ha? Xudo, o'g'li jimot-ku. Sizdan so'rag'siz qizimga bitta cho'pa cho'psam ham bera olmaydi. Hiylatda. To'xtang, kelishovlar-da. Men lattamanmi, jimotmanmi? Yo, odam uylangandan keyin ikki xil ko'rinadimi? Men yuzing birini artib ol. Shuni kelin aytdi. Ha? Hammani olti romantika qilamiz deb. Onangni davolanasi oshib bo'lsin dedi, ha? Ha, ko'rib qo'y, qanday qizingni do'qisini olyapman deganingizda bu, ha? Bo'ldi. Sabrim kosasi emas, tog'orasi to'ldi. Ha, xotiningni eplolmay endi shu yo'lga o'tdingmi? Boshqa yo'l qoldirmabsiz-ku. Qizim shuncha qiynaganingiz yetmaganda yana beva qoldirmoqchimisiz-ye? Haq azoblardan qiynaldi jonim. Ha, qo'shni o'g'limga 300 mingga rubashka olib berdim. Maktabda bitta pub yuradi. Mana 400 mingni oldi. Shunday zo'r futbolka ol. Uni futbolkasi seni futbolkangni oldida po'llabdiga o'xshasin. Quyosh qaysi tomondan chiqdi ona? Katta xolangnikidan chiqdi. Indamay olavermaysanmi? Onajon, ko'ylakni kichigina oldim. Qo'shni o'tirmang. Ha, yonayotgan bo'lsa endi skameykam yonib ketmasin deyman-da. Yo'q, qo'shnijon, meniki yonmaydi. Men o'g'limga 13 Pro Max olib berdim bu modelidan. Tur, hozir uydagi bor pulni oldi, borib iPhone 15 olasan. Pulini buvimdan olamanmi? Kerak emas bu. Bizga yarashmaydi bu dedim. Bitta krossovka olishim kerak-da men. Mana. Zo'r yili bor. Ona tapchikam uzilib ketibdi. Shuni o'rniga bitta yangi krossovka olsak-chi? Bo'la qo'ravamki, ertagananga boram. Ha, ketyapti ona bola. Men qayerga ketayotgan, men bilaman. Mana krossovka olib beribdi o'g'liga. Tur o'rningdan. Biz ham boramiz.
Hey, skitkalarni qara o'g'lim. Ona yana nimalar sizlarga skidka bo'libdi? Bitta ko'raylik. Keyingi safar yana narsa kerak bo'lsa xuddi shu taktikani qilamiz. Apa patinkani oling. Oy, meniki 24 ga 7 tayyor. Finkacham qalay? Sizlar shuna chiroyli futbolkalar yuravering, bizlar shuna qopchalar yuraveramiz, churindilar. O'li, otalar so'zi. Ana shunga yangi olgan, tushundingmi o'zingga? O'zim bo'yda qo'yakam zo'rlada. O'zing o'ylikka sama, pulingdan Siz mazza qilib napitka energetik suvlarni ichivering. Men loyqa suv bo'lsam, ustuna solib bo'lsam ichiveraman. Ma ich ana shundan ich. Ha, bechora badbaxtgina ya. Siz go'shini yuvering, biz suyagan yusaga mazza qilamiz. Sen bechora yomon och qolibsan-da. To'g'ri yo'qol, xanadelikda bor olib kelib ye. Berga nimaga keldik? Balonga. Akamizga cho'p kelibdi, balon bilan diska qilib bering. Manzilli adashmaliz aka, Said aka do'konida xohlagan turdagi diska balonlar mavjud. Neobishniy fasolda bizning do'konda. Agar bu do'kondagi diskalarga ko'nglingiz to'lmasa, zakazga ham olib kelib beramiz akalar. Sherdagi zo'r ekan o'zi. Agar sizga qichiq saka kerak bo'ladigan bo'lsa, Said sakadan olasan. Birinchi mojini olaylik, keyin saka olamizda. Bu ham to'g'ri. Telefon nimaga o'chirdingiz? Hozir ham telefon qiladi, yana boshda o'rtadi. Aka, seni silon qilyapti. Telefonni o'chirmagandingmi? Ha, Mashinangizga balon olmadingizmi? kechikding. Men olib bo'ldim. Qayrasiz? Mana jahontilar ro'barasida joylashgan Said sakadan oldim. Balonlar ham, sakalar ham dahshat. Bizlar yo'q yalangan yuraveramiz, yalangan yo'qlar. Ketdik. Qayerga? Oyoq kiyimga. Ha, katgonam yaxshi ko'rib qopsizmi? Nima ishing bor? Aralashmagin. Ona, amrimga muntazirmisiz? Nima xohlayapsan? Aka $100 kerak-da. Ma, $100 ma. Qayoqqa o'qishingami? Ha, meni ishim bor, ketamanmi? Ona. Davay ketdik, haydang. Aka, mana bu qo'shin qilaylik. Soat 11 gami kechqurun? Menga farqi yo'q. Kafe yopilgan. Kerak bo'lsa oshpazlarni olib keling. Ashur berdi. Ona. Lavashga ketdik. Men sepimga ko'ylak bilan oyoq kiyim olib chet eldan. Masalan, bitta kiyim uchun Xitoyga bormasam kerak endi. Sen borishing shart emas. Katta xolang olib keladimi bo'lmasa? On kargoni o'zi keltirib beradi. Ishonch bormi yo'qmi uningga? Siz ishonchli hamyon bor, tezkor. Gap yo'q. Xon kargo dedingmi? Sizga ham Xitoydan nesa kerak bo'lsa, on kargo orqali buyurtma bering. Aka, dugonamga savchilikka boribdilarmi? Endi bo'limi tamommi? Pishding, tamom. Hech bo'lmasa 5000 bering.